15-fevral haftaning yakshanba kuni mana gigant qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorlar, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qafasimiz mana juda ham ideal holatda tayyorlab berdik. Qafasimizning razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsam, uzunligi 2,5 metr, bo'ylari esa 2,5 metr, yon tomoni esa 2 metr desak ham bo'laveradi qafasimizni. Qafasimiz setkalari ham juda ham chiroyli, ideal holatda baquvvatlardan qo'yganmiz. Qolaversa tashqi tomonlariga bitta baho berasizlar. Tashqi tomonlariga mana svitlarni o'rnatganmiz, ikkala tomonida ham bor. Ichida ham svitlar bor va qolaversa mana ikki tomonida tepa qismlarida portichkalari qo'nib kirib ketish uchun joylaganmiz. Tagida esa mana eshiklarni o'ziga joylab berdik. Qafasimizning ichki qismlariga keladigan bo'lsak, to'g'rida yo'parada qo'noqlar yetarli darajada joylashtirilgan, ikki yonda ham bor va qolaversa bu tomonida 20 ta va bitta parlash xonasi, bu tomonda ham 20 ta uyalari va bitta parlash xonalarni o'rnatganmiz. Tepalariga issiq sovuq o'tkazmaydigan sliflarni qo'yganmiz, svit montajlari ham bo'lgan. Bu maxluq qafasimiz esa Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga $650 ga tayyorlab berdik. Kimga shunday qo'lbola mehnatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Barcha turdagi parrandalar uchun sifatli darajadagi temir qafaslarimizni tayyorlab yetkazib beramiz.